O'zbekiston hududida noyabr oyida havo keskin o'zgaruvchan bo'ladi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, bu oyda o'rtacha harorat oktyabrga nisbatan 6-9 darajaga pasayadi. Ayniqsa shimoliy va cho'l hududlarida sovuq kuchliroq seziladi. 3-noyabrdan boshlab mamlakatga sovuq va nam havo kirib keladi. 3-5 noyabr kunlari ayrim hududlarda yomg'ir yog'adi. Tog'oldi va tog'li hududlarda yog'ingarchilik qorga aylanishi mumkin. 4-noyabr kuni ayrim joylarda kuchli yog'ingarchilik bo'lish ehtimoli bor. Bu kunlarda havo harorati sezilarli pasayadi. Kechalari -3 darajagacha, shimolda -5 darajagacha soviydi. Kunduz esa +5, +10 daraja atrofida bo'ladi. 6-noyabrdan boshlab hafta oxirigacha respublika bo'ylab yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanadi. Ba'zi hududlarda kechasi va ertalab tuman kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari +3, +5 darajagacha, kunduzi +13, +16 darajagacha ko'tariladi. Toshkentda ham ob-havo o'zgaruvchan bo'ladi. 4-5 noyabr kunlari ham vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Kechalari -2 daraja, kunduzi +5, +7 daraja atrofida bo'ladi. Hafta oxirida esa havo biroz iliqlashib, kunduzlari +10, +13 darajagacha ko'tariladi. Noyabr oyida harorat kunlarga qarab tebranishda davom etadi. Kechalari -3 dan +10 darajagacha, kunduzi +8 dan +23 darajagacha bo'lishi mumkin. O'rtacha oylik harorat me'yordan 1-1,5 darajaga past prognoz qilinmoqda.